Kelinim perforator, miyamda teshib yotir. Voy bay, o'ngacha uxlab yotir. Uf, shu qari cholam jonga tegdi-da, dorilar berib ham o'ldira olmadi. Bo'ydoqlarga o'xshab uylanaman deb kuydiradi-da. Ana endi boblayman. Dadajon! Xullas dadajon, men sizni o'ylamasam hech kim o'ylamaydi. Dunyodan to'qotib ketmaysiz-ku. Men sizga zo'r joy topganman. Kiring, Telegramdan hozir lokatsiyasini tashlab yuboraman. Qanaqa joy ekan, ona qizim? Bu yerda sizga mos minglab kampirlar bor. Bu joy Kampirlandiya. Kampirlandiya? Laplandiyani eshitdim. Nomidan baxtli deb turibdi Kampirlandiya. Bo'ldi dadajon. Faqat bitta sharti bor. U joyga hamma o'z xohishi bilan borishi kerak bo'ladi. Iya, men har doim o'zimning xohishim bilan borganman, kelin. O'g'lingizga ham shunaqa deb qo'yarsiz-a? Bo'ldi, ona qizim, mujikka mujikman. Onangni ham chistoykni bekor yebman, ey. Shahnoz, yoqtirgan barbekyu burgeringni olib keldim. Jonim o'lim, keldingmi? Rosa kayfiyat yo'q. Hamma non tishlab ketsa, men barbekyu burger tishlab ketaman, ey. Tinchlikmi, qayerga ketasiz? Zo'r joyga ketyapman mana, Kampirlandiya. Rosa o'g'loq joy, qara. Kampirlandiya? Ha? Bu borsa kelmas qariyalar uyi-ku. Qariyalar uyi? Kelin, baqa qarang-da. Labbay dadajon. Onangni